Chetki. Xo'p, boshladik o'rtoqlar. Mana shu yerdan va bugungi bilan chalkash-chulkash bo'lib ketib qoldi. Uzr so'raymiz bu narsalar uchun endi. Xo'p, speaking darslarimizda 3-mavzuga yetgan edik. Har xil mavzularda gapirishni xudo xolisa bilib olamiz dedik. Xo'p, birinchi mavzuyimiz masalan salomlashishni o'rganib oldik. Sinfxonada nimalar bor, nimalar gapiramiz, maktabga borganda salom alik, bu nima, u nima deb turib ko'rsatishlar hammasini bilib oldik. Bugungi mavzuyimiz possessivlar, egaliklar mavzusida bo'ladi, grammatika tomonidan. Lekin speaking mavzuyimiz eng ko'p ishlatadigan mavzuyimiz. My family and my friends. Oila haqida qanaqa gapiramiz, do'stlar haqida qanaqa qilib gapiramiz. Mana shu mavzularda bo'ladi. Ya'ni eng ko'p ishlatadigan mavzularimizdan bo'ladi. Endi yana bir narsasiga e'tibor beradigan bo'lsak, do'stlar, mana qiyinlik darajasini ham bu safar ancha oshirdik. Qiyinlik darajasi ham o'tgan safargilardan ko'ra ancha qiyinroq. Ya'ni bu imtihonga tayyorlanayotgan boshqa speakinglarga tayyorlanayotganlar ham bemalol bundan foydalansa bo'ladigan darajaga yetdi o'zi. Boshida sal kirishib olish uchun, qiziq olish uchun edi. Mana endi seriozniy mavzular, seriozniy grammatikalar bo'ladi hozir. Hammasini bir boshdan ko'rsataman. Bir boshidan biz aytdik, mana bu o'zi to'g'ri foydalanish immunitetini qilib olishimiz kerak o'zimizga. Bundan o'zimiz foydalanib, yaxshi foyda chiqarishimiz kerak. Men sizlarga hozir qanaqa chiroyli foydalanishni ko'rsatib beraman dedim. Bo'ldi. Ketdim. Birinchi boshida so'zlarni yodlab olishimiz kerak. Bitta mavzuda gapiradigan bo'lsak, o'sha mavzuning vokablari, so'zlari kerak bizga. O'sha mavzuning vokablarini ketdik. Mana oila mavzusida bo'lgandan keyin mother, father, sister bularni bilamiz endi hammasini. Mana qiyinroq so'zlar, yangiroq so'zlar bor, juda qiyin emasmi? Masalan, parents ota-ona degani. Parents. Ota-ona. Bitta so'zda ifodalashda bularda. Aunt xolammi, uncle tog'a xola. Uncle. Xuddi shunaqa. Xo'p, bular muammosi deb o'ylayman. Lug'atlarini yodlab, mana to'g'ri pronunciationlari bilan o'rganib qo'yamiz. Masalan, mana bu so'zlarni to'g'ri aytishni bilmasligimiz mumkin-da. Ko'rgan odam ingliz tilida unchalik yaxshi xabari yo'q odam hozircha neighbor power deb aytib qo'yishi mumkin. O'qishni bilmaydigan odamda neighbor deb turib o'qishimiz kerak biz buni. O'shani qayerdan bilamiz? Bitta bosamiz. Neighbor. Neighbor deb o'qib beradi bizga. Endi mana biz to'g'ri yodlaymiz mana shu so'zlarni. Buni foydasi bizga mana shu bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, keyin qanaqa grammatika mavzu o'tganmiz? Possessive egaliklar mavzusini o'tganmiz, Egalik olmoshlari bor birinchi o'rinda. Egalik mavzusini berish birinchi yo'l, My, your, his, her, our, their deb turib. Xuddi shunaqa mening, sening, uning deb turib, bularni o'tganmiz. Qanaqa farqini deb turib. Ikkinchi usuli bor, egalik qo'shimchasi bor. Apostrophe s bilan birga berishimiz mumkin, This is my brother's bike. Meni akamning velosipedi deb turib. Mana bitta apostrophe s qo'shib qo'ysak, o'shaniki, o'shaning degan ma'noda bo'ladi. Bo'ldi, buni ham bilamiz. Whose bor degan. Endi so'rashimiz uchun kimniki degan olmoshimiz bor. Who degan so'z, o'zi mana who deganimiz kim degan so'z edi-ku. Endi whose deydigan bo'lsa kimniki degani bo'ladi yoki kimning degani bo'ladi. Bo'ldi, xuddi shunaqa so'raymiz. Whose book is this? Bu kimning kitobi? Buni qanday javob berishimiz mumkin? It's mine, bu meniki, it's hers, uniki deb turib. Possessive pronouns bor keyin mana. Ikkinchisi egalik olmoshlarini ikkinchisi deyiladi bu. Ya'ni mine, mening degan bo'lsak, mine bo'lsa meniki bo'ladi. Buni ham grammatika mavzusida bilganmiz, Bo'ldi, o'shalardan foydalanib qanaqa qilib gapiramiz. Endi mana boya aytganimda, seriyozli imtihonlarga tayyorlanayotganlar, ertaga safar topshiraman deganlar ham part 1da hammasidan mana shunaqa oila haqida, boshqa haqida savol bo'ladi. Mana shu endi faqat lug'atlar emas, biz collocationlar bilan yodlashga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni inglizlar tabiiy tilida ham mana shu collocationlar bilan gapiradi. Ya'ni so'zni olatdagi birga bir tarjimasi emasda, 2-3 ta so'zlar bitta ma'noni beradi. O'shanaqa ma'no beradigan so'zlar bilan gapiradi. Ya'ni get on well with, ya'ni bitta odam bilan yaxshi chiqishmoq. Oilada kim bilandir yaxshi chiqishamiz-ku biz masalan, to'g'rimi? Kimdirmi singlisi bilan opasi bilan yaxshi kelishi mumkin, kimdir amakivachchasi bilan yoki ayasi bilan dadasi bilan. Bo'ldi, mana ana shuni I get on well with my sister, mana singlimga yaxshi kelishaman. I get on well with my sister. Bo'ldi, mana eng zo'r mana bizni speechimizni, nutqimizni eng dahshat qilib beradigan narsa mana shu collocationlar bo'ladi o'rtoqlar. Xuddi shularni ishlatib gapiradigan bo'lsak, va bu o'zini qo'lim ko'taraman. Bu kuchli bola ekan deb turib tan berib yuboradi ekzamenlarimiz ham bizda. Look like o'xshamoq.
ya'ni collocationga nimaligini uncha yaxshi tushunmayotganlar, sal endi boshlaganlar bo'ladigan bo'lsa, o'zi mana shu so'z orqali tushuntirsak bo'ladi. Masalan, look qaramoq deb chiqadi lug'atdan ko'rsangiz, like yaxshi ko'rmoq deb chiqadi. Lekin buni qarashni yaxshi ko'rish deb turib tarjima qilmaymiz-da bu. Ikkalasi qo'shilib bitta ma'no beradi, o'xshamoq degan. Bo'ldi mana shunaqa. Ya'ni I look like my mother. Men ayamga o'xshayman, shunaqa. Ayam o'zi chiroyli o'qadi, shuning uchun ham men ham ayamga o'xshayman deb turib. Takoy mana shunaqa gap bo'ladi. I look like my mother. I look like my mother. yoki my brother looks like mana xuddi shunaqa mana collocationda ham mana fe'lga o'xshatib ishlatamizda. Mana ses qo'shyapti nimaga? Present simple bo'lgani uchun, gapning egasi uchinchi shaxs birlik bo'lgani uchun. Akam yoki ukam dadamga o'xshaydi, adamgalarga o'xshaydi deb turib ishlatsak bo'ladi buni. My brother looks like our father. Bo'ldi mana. Xuddi shunaqa o'rtoqlar, buni har bittasini mana gaplari bilan tarjima qilib, ishlatilishlari bilan ko'rib, yodlab chiqish kerak. Take care of, g'amxo'rlik qilish, spend time with, birov bilan vaqt o'tkazish, be close to, yaqin bo'lish, mana close friend degan narsalar bor. Xuddi shunaqa close faqat yoqmoq ma'nosida emas, yaqin degan ma'noda endi bu yerda. Have got bor endi mana akum bor, ukam bor deb turib. Be proud of, shundan faxrlanaman. Masalan, I'm proud of my family, oilamdan faxrlanaman. Grow up, voyaga yetmoq, o'smoq. Men shunaqa katta oilada yashaganman deb turibman. I grew up in a big family. Nimaga grew up? O'tgan zamonda gapirgan. Chunki biz katta bo'lganmiz, mana voyaga yetganmiz-ku shu gapirayotgan paytimizda. I grew up in a big family. Xuddi mana shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, buni mana boshida bilishimiz kerak bo'lgan narsalarni bilib oldik, mana lug'ati-yu, boshqasi-yu, keyin collocationlari-yu, endi ya'ni bundan tashqari iboralarimiz, oila haqida qanaqa iboralarimiz bor? Family phrases. Hop, to'g'ridan to'g'ri bizga qanaqa savollar beriladi, biz o'sha savollarga qanaqa javoblar beramiz. Xuddi shu narsalar. Masalan, How many people are there in your family? mana oilangizda necha kishi bor deb turib so'raymoqchi bo'lsak, xuddi shunaqa qilib gapiramiz. Tell me about your family. Mana sizda oilangiz haqida gapirib bering. Ya'ni biz begona bitta odam bilan gaplashayotgan paytimizda xuddi shunaqa savollar berishimiz mumkin, tanishayotgan paytimizda. Yoki bo'lmasa, ekzamener bizga shunaqa savol bergan paytda nima deganini tushunishimiz kerak. Agar biz qanaqadir imtihonga tayyorlanayotgan bo'lsak, xuddi shunaqa ma'noda gap ketyapti bu yerda. Bularni mana bilib, o'qilishlari bilan, keyin anaqalari bilan qilish kerak buni. Orqasidan qaytarish kerak erinmasdan. Voy, men zo'r bilaman deb turib, ichimda qaytarib qo'yganim emas bu. Prem gapirish kerak, gapirish kerak. Masalan, men bir ikkita narsalarni bir o'quvchilarimga o'qitib ko'rdim, o'qishda qiynalayapti hozircha. Masalan, there are 5 people in my family deb turib. O'zbekchasiga unaqa gapirmaysiz-ku, to'g'rimi? O'zbekchasiga mana oilamda 5 kishi bor deb turib, tez gapirib ketib qolamiz-ku. Inglizchasiga ham shunaqa gapirish kerak. U qanaqa qilib oshadi deydigan bo'lsak, xuddi mana shularni orqasidan qaytarib ko'nikma hosil bo'lib qolgandan keyin o'z tez gapiradigan bo'lamiz-da baribir. Xuddi shunaqa o'rtoqlar. There are 5 people in my family. I've got one brother and one sister. Katta. I have got one brother and one sister. Xuddi shunaqa qilib turib, bular mana unchalik ham qiyin emas mana. Ya'ni boyagidek mana. I look like my mother. Ayamga o'xshayman. My grandparents live with us. Bobo buvim biz bilan yashaydi deb turib. Xuddi shunaqa. Endi do'stlar haqida gapiradigan bo'lsak, ham xuddi shunaqa. Men do'stlarim bilan ko'p birga vaqt o'tkazamiz. We spend a lot of time together. Ko'p vaqt birga o'tkazamiz. Xuddi shunaqa mana spend a lot of time. We get on very well deb turib. Xuddi shu narsalarni tushunib ko'rgan bo'lsak, o'rtoqlar, bizni to'xtatib qoladigani bo'lmaydi. Chaqmoq mahlinga o'xshab faqat olg'a deb ketib qolaverasizlar. Kapalakdek qanot qoqib arday chaqaman deb turib o'zlaringizga shior qilsalaringiz bo'ladi o'zi keyin. Xo'p, boyagi grammatik mavzularimizni ozgina eslatib qo'yganimizga his her farqi eng muhim farq, ya'ni his erkak kishilarga, her ayollarga, uning degan ma'noda mana yoki have has got farqi mana deb turib biz qayerda adashib ketishimiz bo'lgan narsalarni ham ko'rsatib qo'yganmiz. Xo'p, bu narsalarni mashq qilib oldik. Nutq iboralariga keladigan bo'lsak, nutq iboralar mana eng cho'tki joylari mana aytganimdek, barcha imtihonga tayyorlanayotgan odamlar uchun ham foydalansa bo'ladigan qilganmiz. Endi boyagilari mana endi boshlayotganlar bo'lsa, bularni endi dabshi imtihonda ishlatsangiz ham uncha ishlata olmaydigan ham darajada narsalar. Ya'ni the thing I'd like to talk about is my family. Ya'ni oilam haqida aytib bermoqchi bo'lgan, men gapirmoqchi bo'lgan narsa shuki, bu meni oilam deb turib. Ya'ni I would like to talk about my family degan bu qanaqa? Endi mana grammatika bilan yotlab olganmiz biz buni, lekin shuni ishlatish zo'r narsa-da.
Buni ishlatish qanaqa bo'ladi? Ya'ni siz bu уже bir boshqacha darajada ekan deb eshitgan odam ham bu boshqacha gapirar ekan, zo'r gapirar ekan deb turib shoshib qoladi, o'zini yoqalarini yig'ishtirib qoladi o'zi bu gaplarni aytganidan keyin. Let me tell you about my family. Oilam haqida gapirib beray deb turib. Ya'ni gapni boshlayotganmiz, speechimizni boshlayotgan paytimizda shunaqa deb gapirib boshlaymiz, a? Ya'ni yoki bo'lmasa first of all, I have a big family or small family mana. First of all, I have a big, small family. Yoki in my family there are deb turib. In my family, there are people. Nuqtani o'rniga deb qo'yasiz. 5 people, 6 people deb turib, xuddi shunaqa. The person I'd like to talk about. Ya'ni men gapirib bermoqchi bo'lgan odam shuki deb turib, yo sizdan so'raydigan bo'lsa, kim bilan yaxshi kelsa sizni o'zi deydigan bo'lsangiz, mana shunaqa boshlaysiz. The person I'd like to talk about is deb turib boshlaysiz va deb qo'lni ko'taraveradi. I'd like to introduce my best friend. Men eng yaqin do'stimni tanishtirmoqchiman, mana. I'd like to introduce my best friend. Mana ularni ham erinmay bosib chiqish kerak keyin o'rtoqlar. Chunki introduce deb turib o'qib qo'yishimiz mumkin-da. Xuddi shu narsalarni o'rganib ketamiz. Keyin mana gapni o'rtasida boshladik, u yoq bu yoq deb turib, bu do'stim, akam deb gapirdik. Endi o'rtasida qo'shimcha qiladigan speechimizni boyitadigan narsalar qo'shib ketishimiz kerak. Ya'ni also, shuningdek, for example, masalan, I am interested in, mana shunga qiziqaman. Another important person is, yana bir muhim inson. Her name is yoki we usually nimadir qilamiz together, ya'ni futbol o'ynaymiz, kompyuterga boramiz deb turib. I love them. Men ularni yaxshi ko'raman because chunki in my opinion, meni fikrimcha, bularni qo'shib gapirish birinchidan bizga g'oyani ulab ketishimizga va smoothly ulab ketishimizga, mana silliq qilib o'tib ketishimizga yordam beradi. O'ta go'zal bo'ladi, xudo xohlasa speechimiz keyin bular ketgandan keyin. Xo'p, yakunlash. Endi bir narsa haqida gapirib berayotganimizda speechni yakunlash uchun that's all about my family, ya'ni hamma shu gapirmoqchi bo'lganlarim shu edi degandaylar o'zi. To sum up, I love my family very much. Xulosa qiladigan bo'lsa, oilamni yaxshi ko'raman o'zi deb turib. Ya'ni gap boshladik, chiroyli qilib turib o'rtasini bog'lab ketdik, oxirida nimadir bilan yakunlayotganimizni ham bildirishimiz kerak-da biz. O'sha bildiradigan so'zlama ishi bo'ladi. Xo'p. Kalit so'zlar, iboralar. My father. Bo'lmaydi. Xo'p. Speaking practice, gapiring, namuna javob. Quyidagi savollarga nutq iboralar. Ha. Xuddi boyagi savollarimiz bor edi-ku, o'sha savollarni mana o'zimiz mashq qilishimiz uchun polya qilib berganmiz bu yerda endi faqat. Ya'ni, masalan, tell us about your family. Mana oilang haqida gapirib ber. Qo'ldan kelgancha gapirib ko'rasiz, keyin namuna javobni ochib ko'rasiz. Voy mana. Let me tell you about my family. Boya o'rgandik-ku. Oilam haqida gapirib beray sizga bo'lmasa degandagi. First of all, mana boshlanishiga alohida mana ko'k bilan belgilanganlari bizda boyagi bog'lovchi linkerlarimiz bo'ladi. Shu narsalardan chiqib ketmagan holda gapirsak, ya'ni menga g'oya kelmaydi degan muammo ham bo'lmaydi, xudo xolasa. Keyin mana yashildagilar endi bugun yodlagan so'zlarimiz. Xo'p, yoki bo'lmasa keyingi savol masalan, who is your best friend? Describe him or her. Eng yaqin do'stingiz kim? Uni tasvirlab bering deb aytaydi-da. Bo'ldi mana. Buni ham namuna javobi bor. Buni keyin aytmoqchi bo'lganim mana eshitish kerak o'rtoqlar, eshitish. Boshida mana hozircha bularni prosta takka gapirib ketishga ozgina qiynalyapmizmi? Muammosi yo'q. Undan qo'rqish kerak emas. Mana shuni orqasidan tinglab qaytarish kerak yoki bo'lmasa prosta o'qib berish kerak. Ya'ni o'zbekcha gapirayotganday qilib o'qib bering. Mana bitta xonaga bir o'zi kirib olingdagan, duxtni baland qilib, men ismim Michael Jackson bugundan boshlab turib. Men polni inglizlardan ham zo'r inglizcha gapiraman deb turib, duxtni baland qilib gapiring. Mana uni prosta o'qib bering. Shuni har kuni bajarib turavering. Qanaqa gapirmay ketasiz keyin o'zi. Gapirmaydigan introvert odam bo'lsa ham gapirib ketib qoladi o'zi keyin. Masalan, men uni bir marta o'zim gapirib ko'rdim. Masalan, bitta bola keladi, qanaqa gapiradi? The person I'd like to talk about is my best friend. His name is Aziz and he's 12 years old. His family lives near my house. For example, deb turib gapirib ketaveradi. Bo'ldi. Mana shu eslab qolsin o'zini gapirganini, keyin mana uni eshitsin. The person I'd like to talk about is my best friend. His name is Aziz and he is 12 years old. His family lives near my house. For example, we spend time together after school and we get on well. Also, he looks like his brother. I love him because he always helps me. That's why he is my best friend. Mana, ya'ni mana so'zlarni qaysi birini noto'g'ri o'qidim men. Mana 12 bo'lmasa ekan 12 bo'lar ekan.
House bo'lmas ekan, house bo'lar ekan. For example bo'lmas ekan, for example bo'lar ekan. We spend time together bo'lar ekan. Mana shularni spend time together deganda birga qilib aytib berishim kerak ekan. Chunki bitta ma'noni bildiradigan so'z. Ha deb turib, mana shulardan o'rganadigan odam boyagi nutqini oshiradi. Ya'ni siz bitta jo'rangiz bilan gaplashayotganda ham даже uyalasiz. Betiga qarasangiz kulgingiz kelaveradi. Birov qitiqlaganda bo'laveradi. Bo'ldi, mana shu uchun eng yaxshi yo'limiz chotki bo'ladi. Xo'p, o'qiymiz, ya'ni mana eng kichkinasini tanlab olmaylik. Eng dangasa odam bo'ladigan bo'lsangiz ham tanlab olingdagi o'qing. Keyin buni bitta eshitingdagini yana o'qing. Bitta eshiting, yana o'qing. Keyin ancha o'rganib qoldingizmi? Mana uni bitta bosingdagi birgalikda gapiring shu bilan qo'shib. Xo'r bo'lib gapiring. Yorvorishim bo'ladi. Mana yoki who do you like in your family and why? Oilangizda kimni yaxshi ko'rasizmi? Nega? Introduce a person in your family or product. Siz faxrlanadigan insonni tanishtiring. Men kim bo'lishi mumkin deb turib, mana shunaqa qilib gapiraveramiz. Aytdim, bundan qanaqa foydalanishni o'rgatdim o'rtoqlar. Ya'ni bir narsani yaxshi tushunib olaylik o'rtoqlar. Xuddi aytganim, kechagi darsdan birida aytdim. Buni men 24 soatlab men buni o'qib, gapirib, o'zim gapirib, bir narsa qilib o'tirsam ham, siz o'z qolmaysiz. O'zingiz shug'ullansangiz o'shanda o'tadi. Shu narsani yaxshi qabul qilib olaylik faqat. Bo'ldi, bo'lmasa keyingi mashqlarni qo'rqmaymiz bu. Family sense, me and my family. Masalan, xuddi shunaqa boyagi oilam haqida yoki akam haqida, bobo buvim haqida, eng yaqin do'stim haqida, family photo haqida, new friend haqida. Biz g'alatirog'i family photoni haqida tanlaylik. Masalan, family photo. This is a photo of my family. Bu endi boyagi olmoshlarimizni yana ham takrorlab olishimizga. Bu meni oilamning surati. That is my aunt and this is my uncle. Bu meni xolam yoki bu tog'am deb turib. These are my cousins. Bu amakivachchalarim. Whose baby is this? Bu kimning bolasi deb o'ylaysiz? It's my sister's baby. Bu meni singlimning bolasi deb turib yoki opamning bolasi deb turib aytamiz, a? Xuddi shunaqa qilib family photo haqida qilib berilgan. Buni ham eshitib takrorlasak bo'ladi. O'zimiz harakat qilib ko'rsak bo'ladi. Mana bitta g'oyani olib ko'ringdagin, hammasini g'oyalarini olib ko'ringdagin, keyin bir random qilib bosib shu haqida gapirib ko'ring. Bu haqida, keyin bu haqida. Xuddi shunaqa qilib gapirib chiqsak bo'ladi. Keyingisi mana oxirgisi emas. Bunisi xuddi anaqa. Boyagi grammatikamizda muammolar bor-ku, ko'pchiligimiz ozgina grammatikadan muammo qilamiz hozircha endi. Boshlanishiga bo'laveradi. Hammada ham muammo bo'ladi. O'shani to'g'rilash yo'li qiladigan bo'lsak, mana ulardan birgalikda qilamiz. Masalan, mayda bitta bosamiz, keyin motherni bosamiz. Keyin mana biz o'rgangan narsalarimizni bizga chiqarib beradi. Qanaqa qilib to'g'ri ishlatamiz buni? This is my mother. Bu meni I am gila bo'ladilar deb turib. Yoki his deb bosamizdagi best friend deb bosamiz. This is his best friend. Bu uni eng yaqin do'sti. Endi inkorini bosib qo'yamizdagi. Ular deymizdagi cousins deymiz, jiyanlar deymiz. These are not their cousins. Bu ularni jiyanlari emas. Bular ularni jiyanlari emas deb turib. To'g'ri ishlatishimiz bo'ladi. To'g'ri ishlatishimiz mana cousinlarni to'g'ri qo'yamiz. Theirlarni mana these bo'lgandan keyin ko'plik bo'lgandan keyin their bo'ladi yoki their bo'lsa bunga nisbatan this da o'xshatamiz. O'sha narsalarni yaxshilab o'rganib olish kerak. Tasodifiy gaplarni bosib ko'rsak bo'ladi. These are not his grandparents. Qanaqa qilib ishlatyapti buni? These are not his grandparents. Bu ularni bobo buvilar emas deb turib. Xo'p, keyin mana hamma narsalarni o'rganib bo'lganimizdan keyin mana yerda boyagidek har kungidek mashq qilish uchun maydon ham bor. 30 sekund gapirib vaqtni bosib ko'rsak bo'ladi. Xo'p, xuddi shunaqa. Xo'p, keyin bugun o'rganganlarimiz bo'yicha quiz ishlab ko'rsak bo'ladi, ya'ni mashq bajarib ko'rsak bo'ladi. Bu mening onam inglizchasiga qanaqa bo'ladi? Men bu degan so'zimiz onaga nisbatan to'g'ri ishlatish kerak. Hamma this degan ekan o'zi. This is mening degan so'z my deb. Voy, mana meni onam deb turib. Keyingi savol masalan, ali erkak kishiga nisbatan this is bu uning singlisi yoki opasi deb turib. Uning o'g'il bolaga nisbatan olishimiz kerak. Kimni olamiz? Men hisni olamiz. Bo'ldi, keyingi savol deb turib ishlatib ketaveramiz. Xo'p. Bunda ham muammo bo'lmadi, xudo xolisa. Mana hamma narsalarni o'rganib chiqdik, mashq qilib chiqdik, quizini ishladik. Keyin hammasini qilib bo'lgandan keyin vazifa. O'zingiz oilangiz haqida 6 ta gapda matn yozib oling. Mana ulardan foydalaning. Let me tell you about my family. O'zingiz oilangiz haqida bitta yozib oling.
Ya'ni qachondir oila haqida savol tushib qolsa, sizga har doim mana shuni taqillatib aytib berasiz. Let me tell you about my family deb boshlasangiz, o'zi o'sha va o'sha серьезный 5 ketdimi bu bolaga deb turib, o'zi серьезный eshitishni boshlaysiz. O'ta go'zal bo'ladi. Oila daraxtini chizing va 8 ta a'zoni inglizcha yozing. O'zingiz oilangiz haqida qilasiz buni. Eng yaqin do'stingiz haqida yozing. Eng yaqin do'stingiz haqida the person I'd like to talk about is my best friend deb turib. Bu men gapirmoqchi bo'lgan, aytib bermoqchi bo'lgan odamim, bu men do'stim deb turib. Keyin my hislar bilan gap yozib qo'yamiz. Keyin har doimgidek qo'shimcha videolarimiz bor. Masalan, family memberlar uchun bitta bosadigan bo'lsangiz, o'zi mana ketdi. YouTube'dagi siz o'rganishingiz mumkin bo'lgan yana qo'shimcha videolarga bog'lab beradi. Xo'p, bu menimcha unchalik qo'rqinchli emas. Xo'p, biz bilishimiz kerak bo'lgan, mana o'zi boshlaganimizga ham 3 kun bo'libdi o'rtoqlar. Mana 3 ta mavzuni cho'tka qilib o'rganib tashladik. Ya'ni qo'shimcha narsalar mana o'zi seriyozniy, bemalol imtihonda foydalansak, dahshat ball beradigan narsalarga yetib keldik o'zi. Bundan buyog'iga faqat cho'tka bo'ladi o'rtoqlar. Faqat duxti bilan qilib, mehnat qattiq qiladigan bo'lsak, bo'ldi o'rtoqlar. Xudo xolasa eng dahshat manfaatli bo'ladi hammaga. Xo'p. Qanaqa muammo bo'lmadi degan umiddamiz. YouTube'da yaxshi bo'lsa bo'ladi. Umumiy shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sog' salomat baxtli bo'lamiz. Xudo xolasa ertaga ko'rishguncha baxtli bo'lamiz. O'zimizni ehtiyot qilamiz. G'alaba bosib qo'yaman.